Xitoy Osiyo davlatlarining harbiy xarajatlarini yuqori ko'tarishiga sabab bo'lmoqda. Dunyoning umumiy davlat mudofaa chiqimlari 2 trillion dollarga yetdi. Stockholm Tinchlik tadqiqot instituti SIPRI tarafidan e'lon qilingan dokladda bildirilishicha, dunyo miqyosidagi davlat mudofaa chiqimlari 1.1% yuqori o'rlab 1 trillion 739 milliard dollarga yetganligi. Amerikaning dunyo bo'yicha harbiy xarajatga eng ko'p mablag' ajratadigan davlatlar qatorida birinchilikni saqlab kelganligi, Amerikadan qolsa Xitoy davlat mudofaasiga eng ko'p pul ajratgan ikkinchi davlat ekanligi. Xitoy 20 yildan buyon davlat mudofaa xomchotini uzluksiz yuqori ko'tarib kelayotgan bo'lib, oldingi yili taxminan 2.6% o'rlab 228 milliard dollarga yetganligi bildirildi. Biroq mutaxassislar Xitoyning harbiy xarajatining haqiqiy sonini maxfiy tutayotganligini, yana bir tarafdan Osiyo davlatlari Xitoy bilan bo'lgan yirikchiliklar tufaylidan davlat mudofaa xarajatlarini 10 yilda 59% yuqori ko'targanligini oshkorladi. Doklad yana Turkiyaning dunyo bo'yicha 15-o'rinda turadiganligi, bu yil davlat mudofaasiga 18 milliard 200 million dollar ajratganligi. Davlat kirimidanmi ko'p davlat mudofaasiga mablag' ajratgan davlatlar orasida Saudiya Arabiston %11% bilan oldingi qatorda turadiganligi bildirildi. Dokladda bildirilishicha, davlat mudofaasiga eng to'van mablag' ajratgan davlat Yaponiya bo'lib, davlat yillik umumiy kirimining aran 0.9%ni harbiy xarajatga ayiradiganligi qayd qilindi. Amerika va Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining yillik umumiy kirimining 2%ni davlat mudofaasiga ayirishi talab qilinmoqda. Davlat umumiy kirimidan davlat mudofaasiga eng ko'p mablag' ayiradigan davlatlarning hammasi degudek Osiyo va O'rta Sharq davlatlari bo'lib hisoblanadiganligi ilgari surildi. Xitoy rejimi Sharq Turkiston xalqini Kommunist partiyaga kelishga majburlamoqda. 2 may China Aytori Fransiya agentligi bergan xabardan naql qilishicha, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan rahimsiz bostirishi oilalarni vayron qilib, Kommunist partiyaga a'zo bo'lganlarning soni ko'payishga boshlagan. Xabarda Xitoy rejimi o'tgan yil boshida Sharq Turkistonning Xotan Qarqash noyisi Yovi yeza Oqchikonli kentiga atalmish xalqga yordam qilish nomi bilan bir qancha kommunistlardan tashkillangan xizmat guruhi avatganligini. Ishning boshida kent aholisining ishlariga bevosita qo'l tiqmay, tadrijiy singib kirib, kentdagi kishilarning qandoq fikrda, qandoq harakatda ekanligini tafsiliy egallaganligini. 2017-yili 4-oyning oxirida 500 nufusi bor kentdan 100 kishining biroqli mazkur kentda ta'sis qilingan atalmish tarbiyalash lageriga qamalganligini, shuningdan e'tiboran Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida orqa-orqadan atalmish tarbiyalash lagerining ta'sis qilinganligini, nurg'un oilalarda cho'nglarning tutqun qilinishi sababidan boqquchisi qolmagan farzandlar Xitoy rejimi tarafidan yig'ib olinib, nurg'un oilalarning vayron bo'lganligini oshkorlagan. Xabarda yana Xitoy kommunistlari tutqun qilish orqali qo'rqitish, namrat qoldirib o'ziga muhtoj qilish, kuchab tashviq qilish qatorliq har xil vositalar bilan 2017-yili 7-oyga kelganda mazkur kent aholisidan 50 kishi kommunist partiyaga kirganligini oshkorlagan. Ikki Koreya tinchlik kelishimi tuzgan taqdirdami Amerika askarlari chekinmaydi. Janubiy Koreya prezidentligi agar Shimoliy Koreya bilan tinchlik kelishimi tuzilgan taqdirdami Janubiy Koreyadagi Amerika qismlarining rayondan ayrilmaydiganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Janubiy Koreya prezidentligi bayonotchisi U Ja-kyum Janubiy Koreyada vazifa o'tayotgan Amerika askarlari Janubiy Koreya va Amerika o'rtasidagi ittifoqlikqa munosabatlidir. Shimoliy Koreya bilan tuziladigan tinchlik kelishimi bilan hech qanday munosabati yo'q dedi. U Ja-kyum Xitoy va Yaponiyaga o'xshash taraqqiy topgan davlatlar o'rtasidagi harbiy to'qinishlarga qarata munassachilik qilayotganligi uchun Amerika askarlarining Janubiy Koreyada qilishi kerakligini aytdi. Amerikaning hozir Janubiy Koreyada 28500 askari vazifa o'tamoqda. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in va Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un 27-aprelda ikki davlat chegarasidagi Panmunjom yezisida ko'rishgan edi. Rahbarlar Koreya yarim orolida uzun muddatlik tinchlikni ishga oshirish uchun tashlanadigan qadamlar va elinadigan qarorlarga shohid bo'lib, yarim orolni yadroli qurollardan tozalash va navbatdagi urush to'xtatishni uzun muddatlik tinchlik kelishimiga aylantirish jihatda fikr birligi hosil qilgan edi. Fransiya bilan Avstraliya Xitoyni xalqaro nizomlar bo'yicha harakat qilishga chaqirdi.
Avstraliyada 3 kunlik ziyoratda bo'layotgan Fransiya prezidenti Macron Xitoyning taraqqiyotini qo'llaydiganligini, ammo Xitoyning o'z taraqqiyotini xalqaro qonun nizomlar doirasida davomlashtirishi kerakligini ta'kidladi. U yanama ilgirlagan holda fikr bayon qilib, Xitoyning Hind okean bilan Tinch okeanda yagona monopollik xiyolida bo'lmasligi kerakligini eskartdi. Birlashma agentlikning bu vaqtdagi xabarida deyilishicha, Macron yuqorqi so'zlarni tunugun, ya'ni chorshanba kuni Sidneyda Avstraliya bosh ministri Turnbull bilan o'tkazgan qo'shma axborot e'lon qilish yig'inida o'ttirib qo'ygan. Xabarda deyilishicha, muxbirlarning Xitoy haqidagi savoliga Avstraliya bosh ministri Turnbull tashabbuskorlik bilan javob bergan. U mundaq degan: "Biz Xitoyning mablag' selishini qarshi olamiz, ammo uning xalqaro qonun va nizomlar bo'yicha ish tutishidimi davomli ching turamiz." Har ikki davlat rahbari rayonda kuch tangpongligining saqlanishining muhim ekanligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, Macron yuqorqi so'zlarini Fransiyaning Tinch okeandagi territoriyasi bo'lgan Yangi Kaledoniyaga safar qilishning oldida bayon qilgan. Uning oldida xalqaro xabarlarda Xitoyning Yangi Kaledoniyaga yaqin bo'lgan Vanuatu orolida harbiy baza qurmoqchi bo'lganligi haqida uchurlar tarqalgan bo'lib, ammo Xitoy buni rad qilgan edi. Türkiye'nin Zeytinburnu rayonida 5. navbatlik an'anaviy tamoq ko'rgazma musobaqasi elib berildi. 3 may Türkiye'nin Zeytinburnu rayonida 5. navbatlik an'anaviy tamoq ko'rgazma musobaqasi faoliyati elib berildi. Mazkur faoliyat 3 kun davomlashadigan bo'lib, 5 may shanba kuni oxirlashadi. Bu faoliyatni Zeytinburnu rayonlik ayollar majlisi o'rinlashtirgan bo'lib, faoliyatga Turkiy millat sistemasidagi Turkiya va har qaysi davlatlardan kelgan ayollar qatnashdi. Faoliyatga Uyg'ur xonim qizlarga vakolatan Sharq Turkiston tashkilotlar birligining a'zosi, Zeytinburnu ayollar majlisi O'rta Osiyo ishlarining mas'uli, Nuzgum jamiyatining raisi Munavvar o'z Uyg'ur xonimning yetakchiligida Uyg'ur xonim qizlari qatnashdi. Har qaysi davlat va rayonlardan kelgan ayollar musobaqaga Turkiy millatlarning an'anaviy yemaklaridan 20 xil qatlama, polo, sangza, har xil an'anaviy kiyim-kechaklarni qatnashtirdi. Faoliyatga qatnashtirilgan yemakliklarni janob Varul apandim qatorliq bir qancha kishi baholab bekitdi. Qaradengiz tarafdan kelgan ayollar birinchilikka, Turkiyaning Erzurumdan kelgan ayollar ikkinchilikka, Makedoniyalik ayollar uchinchilikka erishdi. Musobaqaga qatnashgan boshqa guruhlarga taqdirnoma tarqatib berildi. Faoliyatda Zeytinburnu ayollar majlisining raisi Gulman Guval xonim so'z qilib, faoliyatda yig'ilgan mablag'ni o'quvchilarning o'qish mukofot puliga sarf qilinish bilan birga Zeytinburnuda bir mehmonxona selib, doktorxonalarda bolalarini davolatayotgan onalarning haqsiz yetib qopadigan o'rni qilishga ishiltidiganligini bildirdi. O'smirlarimizga xush xabar. Mukofotli Qur'oni Karim yodlash musobaqa kuni yaqinlab keldi. Bu musobaqaga qatnashishga tayyorligingiz bitdimi? Sutuq Bug'raxon ilm va madaniyat vaqfining o'rinlashtirishi, saxovatchi kishilarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan farzandlarimizni Qur'on yodlashga qiziqtirish uchun o'rinlashtirilgan mukofotli Qur'oni Karim yodlash musobaqa faoliyatiga yana 2 kun qoldi. Faoliyat 5-oyning 5 va 6 kunlari shanba-yakshanba elib berilgan bo'ldi. Farzandlarimiz va ota-onalarga qulay bo'lsin uchun musobaqa faoliyati ayrim-ayrim Safaköy va Zeytinburnuda elib berildi. Safakoydan musobaqaga qatnashadigan farzandlarimizga Safaköy o'g'illar Qur'on kursi, Zeytinburnudan musobaqaga qatnashadigan farzandlarimizga Sutuq Bug'raxon vaqfi ishxonasi ostidagi masjid musobaqa o'rni qilib bekitildi. Safakoydagi musobaqani Mahmudjon Damollan bilan Muhammad Amin Damollan baholaydi va nazorat qiladi. Zeytinburnudagi musobaqani Ismoil Qorim bilan Muhammad Amin Qorimlar baholaydi va nazorat qiladi. Musobaqa vaqti atigan soat 9 dan kech soat 6 gacha. Har ikki o'rindagi musobaqada layoqatli bo'lganlarga 5-oyning 13 kuni yakshanba atigan soat 10:30 dan 1:30 gacha Safaköy Sulton Murod jamisida mukofot tarqatiladi. Hurmat bilan Sutuq Bug'raxon ilm va madaniyat vaqfi.